Al-Abvo qishlog'ida onasidan ayrilgan yosh Muhammad alayhissalom Ummu Aymana bilan birga qaytib keldilar. Bir tuyada Ummu Aymana Muhammad alayhissalomni ushlab, orqasida yaqindagina mana shunda onalari Omina kelgan karvon tuyasini ushlagan holatida qaytib kelardilar. Ummu Aymanani qalbidan nimalar o'tganini Allohning o'zi biladi, lekin o'zining yonida turgan, tug'ilganidan shu kunga qadar unga mehr ko'rsatgan Ummu Aymana, ya'ni Baraka ismli bu ayol yosh go'dak bo'lib turgan nurli yuz Muhammad alayhisalomni ko'zidan oqayotgan yoshlarini qo'li bilan artib kelar edi. Ba'zan go'yoki orqadan kelib qolarmikin degan umid bilan go'dak bo'lgan Muhammad alayhisalom orqasiga qarab qo'yar, go'yo onasi kelayotgandek his qilib orqasiga o'girilib qo'yardi. Bu narsani bilgan Ummu Aymana bolani boshini silar, bag'riga bosganicha Makka tomon yurib ketardilar. Abdul Muttalib bu karvonni kutib oldi. Bo'lgan voqeadan bexabar oldilariga yugurib kelgan nabiralari Muhammad alayhisalomni qayg'uli yuzini ko'rar ekan hayratlandi. "Nima bo'ldi bolam?" dedilar. So'ng "Qani onang?" dedi. Bu gapni javobiga faqat go'dakdan yig'i eshitildi xolos. Hayron bo'lib turgan edi orqasidan kelgan Ummu Aymana bo'lgan voqeani Abdul Muttalibga aytib berdi. Abvo qishlog'ida Omina onamizni betob bo'lganini va mana shu joyda olamdan o'tib qolganligini aytib berdi. Abdul Muttalib juda ham mahzun bo'lib qoldi. Nur yuzlik nabirasini bag'riga bosar ekan, uni yuzlariga termilib turib, "Jonim bolam, endi seni otang ham, bobang ham, onang ham men bo'laman. Qayg'urmagin, har doim seni yoningdaman" deb Muhammad alayhisalomni ko'ynini ko'tardilar. Abdul Muttalib mana shu nabirasini juda ham yaxshi ko'rardi. Har kuni nabirasiga termilar ekan, hali o'g'li Abdullohni eslar, hali Ominani eslar va yonida turgan nur yuzlik nabirasining go'zal siymosiga termilar ekan, beixtiyor tez ko'zi yoshlanar edi. Nabirasini hech kimga ishonmas, doim u bilan birga edi. Hattoki salobatli bo'lgan Abdul Muttalibning xonadoniga ijozatsiz kira oladigan faqatgina mana shu nabirasi Muhammad alayhissalom edi. Abdul Muttalibni bu zotdan tashqari yana juda ko'p nabiralar bor edi, ammo lekin Muhammad alayhissalomga o'zgacha mehr, o'zgacha muhabbat qo'ygan edi. Kunlar o'tib borar, nabirasini har kuni ehtiyot qilar, parvarish qilar, biror bir zarar yetib qolishligidan qo'rqib birga yashardilar. Hattoki Abdul Muttalibning yoniga shirin taom qo'yilganda nabirasi omonat Muhammad alayhissalom bo'lgan nabirasi kelmaguncha taomni ham yemas edilar. Oldilariga qo'yilgan taomni nabirasi bilan birga baham ko'rar. Bu nabirasi go'dak bo'lishiga qaramasdan ba'zan Abdul Muttalib nabirasi bilan ba'zi narsalarni maslahatlashib ham turardilar. Ajib bir voqea bo'ldi bir kun azizlar. Makka mukarramada bilasizlar, qurg'oqchilik ko'p bo'ladi. Yomg'ir yog'ishlik juda ham noyob bo'lib qoladi ba'zan. O'ta o'sha yili qurg'oqchilik bo'ldi. Hamma qurg'oqchilikdan tashvishda, mol hollari o'lib ketishligidan qo'rqadi. Ekinzorlarda, dalalarda, adirlarda mollarga hech qanday yegani ozuqa yo'q. Hamma yo'q qurib yotibdi. Ana shunda hammalari Abdul Muttalibning oldilariga keldilar. "Ey Abdul Muttalib, Allohga duo qilaylik. Ka'batullohning egasi bo'lgan Robbimiz bizga yomg'ir bersin, duo qilaylik" dedilar. O'zlari bir necha marotaba duolar qildi, o'tmadilar. Abdul Muttalibga bu xabarni aytgandan keyin ertasiga butun xalqni to'plab balandlikka, tog' tomonga chiqdilar. Hammalari birga chiqdilar. Oldilarida nabirasi Muhammad alayhissalom ham birga edi. Abdul Muttalib qo'llarini duoga ochar ekan, "Ey Robbim, ey ushbu Baytullohning egasi bo'lgan, Ibrohim alayhissalomning Robbisi bo'lgan Alloh, bizga rahming kelsin, bizga yomg'ir bergin" dedi-da, beixtiyor yonida turgan nabirasi esiga kelib, "Mana bu yonimda turgan yetim nabiramning hurmatidan bizga yomg'ir ato qilgin" dedi. Shu payt yonlarida turgan Muhammad alayhissalomning kichik qo'llari ham duoga ko'tarildi.
Ko'ringki azizlar, shunday bir mo'jiza ro'y berdiki, osmonda quyosh charaqlab turibdi. Bir dona ham qora bulut yo'q. Birdan uzoqdan bir bulut ko'rila boshladi. Abdulmuttalib bulutga qarab hayratlanar ekan, u shunday tezlikda kelar ediki, birdan Makkaga kelib shu qadar yomg'ir yog'a boshladi. Hatto chaqmoq mama guldiroq ham yog'di. Odamlar uylariga borguncha shalloba hul bo'lib ketdilar. Albatta bu narsaning hikmatini Abdulmuttalibdan boshqa hech kim tushunmadi. Chunki Abdulmuttalib bu berilingan Allohning inoyatida o'zining yonida turgan nur yuzlik nabirasini sababi ekanligini bilar edi. Kunlar o'tib borar, har kuni nabirasi bilan bo'lgan Abdulmuttalib ham asta-asta qarib qolardi. Kunlardan bir kuni azizlar, yana Rasulimiz alayhissalom og'ir imtihonga qoldilar. Avo qishlog'ida onasidan ayrilib yetim bo'lgan va bobosi Abdulmuttalibga qattiq suyanib qolgan Muhammad alayhissalom endi bir necha yil yashab turib bobosidan ham ayrilishlik imtihonini boshdan o'tkazdi. Naqadar og'ir musibatlari azizlar, onadan ayrilish, tug'ilganda otasini ko'rmaslik, endi otam ham, onam ham, bobom ham deb suyanib turgan kimsadan ayrilish og'ir edi. Bu hammasi azizlar Alloh subhanahu va taoloning irodasi bilan edi. Payg'ambarimiz alayhissalom bobosiga qattiq suyanib qolgan edi. Lekin azizlar, umr Allohning qo'lida. Alloh subhanahu va taolo hech kimda mana bu odamni biror bir ishi bor ekan, ishini tugatwasin deb to'xtatib turmas ekan. Mana buni yetimi bor ekan, katta bo'lib qolsin demas ekan. Mana bu odamning qizi bor ekan, uzatwasin demas ekan. Chunki kimni ajali yetsa bu dunyodan o'tar ekan. Abdulmuttalibni ham dunyodan o'tish vaqti soati keldi. Uyida yotib qoldi. Abdulmuttalib bu Quraysh qabilasini, Hoshimiylar xonadonining ulug'i, bir kuni bu dunyodan o'tishini o'zi ham yaxshi bilar edi. Ammo lekin dunyodan o'tishlikdan ham ko'ra unga omonat bo'lgan nur yuzlik nabirasidan ajrash og'ir edi. Nabirasining yoniga chaqirishligini so'radi. Yotibdilar, jon berish holatida oldidagilarga "Muhammadim qani?" dedilar. Yugurib chiqishib Muhammad alayhisalomning go'dakni olib kirdilar. "Bolam, bu yoqqa keling" dedilar. "Oldimda o'tiring bolam, siz o'tirsiz yengillik bo'ladi" dedi. Qo'llarini olib lablariga bosib, jannat hidlarini hidlab, nabirasiga termilib turar ekan, nabirasining ko'zidan yana go'zal ko'zdan yosh oqayotganini ko'rdi. O'zini farzandlarini undan oldin hammasini to'plab, "Men olamdan o'tsam, nabiram Muhammad alayhisalom kimga omonat bo'ladi?" deb so'ragan edilar. Amakilar Rasulimiz alayhisolatu vasallam go'dak chog'ida hammalari ham mana shu nur yuzlik, fayzlik, baroqatlik jiyanini o'zini uyida bo'lishini xohlardi. Chunki hamma bilar ediki, bu go'dakda ajib bir xislat borligini, kimni uyida yashasa, qayerda bo'lsa u yerda baraka bo'lishligini bilar edilar. Shuning uchun hammalari "Men boqaman, ey otamiz Abdulmuttalib, ko'nglingiz to'q bo'lsin" degan gaplarni gapirdilar. Lekin Abdulmuttalib nabirasining eng ishonchli qo'lda, o'zi ham xohlab, baxtli, saodatlik yashashini xohlardi. Yonlarida turgan nabirasi Muhammad alayhisalomga qarab, "Go'zal nabiram, siz o'zingiz nima deysiz? Qaysi amakingizni ixtiyor qilasiz?" dedilar. Go'dak Muhammad alayhisalom hech narsa gapirmadilar-da, indamasdan o'rnidan turib, amakilar ichida o'tirgan Abu Talib deb nomlangan amakisining quchog'iga o'tirib oldi. Qaror qabul qilindi. Demak, Muhammad alayhissalom amakisi Abu Talibning qo'lida qolishlikni ixtiyor qildi. Abu Talib Abdulmuttalib kabi nihoyatda Muhammad alayhissalomni yaxshi ko'rardi. Xususan uning otasi qadrdoni, jigar go'shasi bo'lgan Abdullohni ham shunday sevar edi. Abdulmuttalib o'zining nabirasi Muhammad alayhissalomda suyukli o'g'li Abu Talibning qo'lida qolishligidan mamnun bo'ldi. Va endi oxirgi nafasida nabirasiga termilib turar ekan, ushbu nabirasini Abu Talibga omonat qilib qoldirdi. Uni hargiz xafa qilmaslik, uni ko'ynini olishlik, doimo mehr ko'rsatishlikni vasiyat qilib, Abdulmuttalib olamdan o'tdi. Butun Quraysh qabilasi, Hoshimiylar xonadoni uchun og'ir judolik bo'ldi. Salobatlik,
xalqining ichida hurmati bor, xalqi uchun, yurti uchun jonini beradigan, hammasi uchun aql va farosatda tengi yo'q bo'lgan maslahatgo'y bobolari Abdulmuttalibdan ayrildi. Abdulmuttalibning janozasiga uni dafn qilishlikka hammalari keldilar. Tobutni olib hammasi dafn qilishga ketar ekan, Abdulmuttalibning barcha farzandlari, nabiralari hammalari qayg'uli holda ketar. Ammo ularning ichida bittaginasini esa ko'zidan to'xtamay yosh oqardi. Bu Muhammad alayhissalomning ko'zlaridan oqayotgan yosh edi. Taqdirni qarang azizlar, payg'ambarimiz alayhissalom boshqa bir oilaning bolasi bo'lib tug'ilganlarida, oddiy bir inson bo'lganlarida bu imtihonlar bo'lmas edi. Buning hammasi payg'ambarimiz alayhissalomni Alloh payg'ambar qilib tanlab olganligi uchun ko'rilayotgan imtihon edi. Hammasi din uchun, hammasi ummat uchun, siz bilan biz uchun bo'layotgan